Tahoratdan keyin qilishimiz kerak bo'lgan, lekin bugungi kunda ko'pchiligimiz tomonidan unutib yuborilgan 5 sunnat. Birinchisi, tahoratni mukammal olgandan keyin kalima shahodatni aytmoq. Kim tahoratni mukammal olib, ortidan ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu desa, qiyomat kuni jannatning 8 ta eshigidan chaqiriladi va u xohlaganidan kiradi. Ikkinchisi, 10 marta salovat aytmoq. Kim tahoratdan keyin 10 marta payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat aytsa, g'am qayg'ulari ketadi va duolari qabul bo'ladi inshaalloh. Uchinchisi, tahoratdan ortgan suvdan 3 yutum ichmoq. Kim tahoratidan ortgan suvdan 3 yutum ichsa, 70 ta dardiga shifo bo'ladi. To'rtinchisi, Qadr surasini o'qimoq. 1 marta o'qigan qiyomatda siddiqlar bilan, 2 marta o'qigan shahidlar bilan, 3 marta o'qigan payg'ambarlar bilan tiriladi. Beshinchisi, 2 rakat nafl namoz o'qimoq. Kim tahoratni mukammal olgandan keyin ortidan 2 rakat nafl namoz o'qsa, o'tgan gunohlari kechiriladi.